Biz qiladigan sendwich panel eshigi agregatlari bilan zdaniyadan tashqari qancha pul ketdi jami? Общий aka, общий holatda mana shu Tadbirkorimiz niyat qilgan ekanlar, qo'y so'yib, ihson qilishdi. Alloh dargohida qabul qilsin ihsonlarini. Zavodskoy bosimlari mana sekin bu yoqdan nolga tushib tekshirish uchun kerak bo'lgan. Tekshirib. Assalomu alaykum. Hurmatli tadbirkorlar. Samarqandga kelib oldik, yana Samarqandga. Xo'sh, sendwich panellarimiz 10 sm 20 plotnisi, 6 ga 8 xonamiz, 2 ta xona bo'ladi. Bu yerga bitta, bu yerga bitta, eshigi shu. Agregatlarimiz 7 lik kelgan. Mana shunday chiroyli bo'lib bityapti, xohlasa biz jarayonlarimiz. Zdaniyachiga bo'lyapti, shuning uchun 10 sm 20 plotni bo'ldi. O'zi hamma joylari izolyatsiyasi yaxshi. Tadbirkorimiz qo'y so'ydirishdi. Qo'y so'ydirib, xudo xolasa. Mana shu panellarimiz sendwich panel kelgan. Mana shu zdaniya. Bitib chiroyli bo'lib. Qo'ylarimiz so'yilib, xudo xolasa. Ihson deydi-ku. Biz jarayonni ko'rsatib boramiz. Xo'sh, mana oradan 3 kun o'tdi ishlarimiz. Qish kunida sekinroq yuradi ish. Ikkinchi xonamiz ham bitdi. Voblarimizni nariga xonanikini ilib oldik, bu xonaniki mana endi ilamiz. Chiroyli bo'lib chiqdi. Qo'ylarni so'yib, sho'ralarini, oshlarini yedik. Xo'sh. Agregatlarimiz tayyor, xudo xolasa mana shu yerga ikkita postavka qilishyapti. Ustagalarimiz ana svarkada. Ikki postavka qilsa, xudo xolasa shu ikkala agregatimiz eshik oldiga o'rnashadi. Shitlar ham shu yerga bo'ladi. Xudo xolasa mana izolyatsion bo'lib. Bu ham mo'shni chiqdi. Chunki ham xomish ham zo'r ushlaydi izolyatsiyani. Ham loyshuvoq bo'lib 10 sm 20 plotni bo'lib. Yoz kunlarida ham xona isib ketmaydi. Agregatlarimiz kelgan. Sekin aptegan qilib, xudo xolasa tayyorlayapmiz. Chiroyli chiqyapti mana. Xudo xolasa yurg'izib syomkalarni qilamiz yana. Eshiklarimiz o'sha Minisovoydagi mo'shni eshik. Ko'pchilik akvadan qildirsam bo'ladimi dedi. Yo'q, baribir zavodskiga yetmaydi mana. Chunki yoz kunlari bor. O'zbekistonda yoz borgan sarisi boryapti. Akfa eshiklar boshqa-boshqalar o'tkazib yuboradi. Imkon qadar. Chunki tokda ham narxi oshib ketyapti. O'chmay ishlasa bu tokka ham charasi ko'p. Izolyatsiyasi kuchli bo'lsa, eshiklar mo'shni bo'lsa, yaxshi mutaxassislar, ustalar bo'lsa bizga o'xshagan. Ortiqcha pul to'lanmaydi. Xudo xolasa bitsa yana bir syomka. Biz yakunlanib qoldi. 5 kun deganda o'zi ham 3 kun, 4 kun yomg'ir yog'di. Bugun ham yomg'ir yog'di, lekin yaxshi tugab qoldi. Mana shunday chiroyli holatda agregatlar o'rnashdi. Endi navis qilib qo'yishadi chiroyli qilib. Juda akkuratni ish bo'ldi. Tadbirkorimiz o'zi Amerikada ekanlar. Bu yerda jiyallari, aka-ukalari o'zlari paddishga qilib turishdi. Oqibat haqiqatan ham shu zo'r ekan. Aka-ukalarda paddishga qilish, bir-birini nima qilish zo'r ekan. O'zlari musofir yurtda onlayn zakaz oldik. Ko'pchilik Rossiyadan telefon qilishadi. Yo'q. Shu tadbirkor ekamizdan ham onlayn zakaz oldik. Keldik, hisob-kitob qilib ishlar boshlagan. Cho'tga chiqdi. Qo'y so'yishdi. Qo'ylarni yedik. Mehmondo'st zo'r insonlar ekan. O'shanga yarasha ishimiz ham juda chiroyli chiqdi. Ko'p joylarda ish qandaydir yurish qiyin bo'ladi. Hozir kun kalta shunda ham 4 kun 5 kunda bitdi mana ikkita kamera. Choklar zo'r keldi, penalar zo'r bo'ldi. Egasiga o'xshab deydi-ku. Mana shu holatda xudo xolasa ventilyatorlarimizni yurg'izamiz. Freon qo'yishga ketib keldik. Eshiklarimiz mana shu o'zining holatida chiroyli qilib chiqarib berdik. Minisovoy umuman havo kiradigan joy yo'q. Mana shunday eshik mana. Agregatlarimiz bir xil bo'lib chiroyli bo'lib o'rnashdi. Navis qilib qo'yishadi. Mana eshiklarimiz izolyatsion bo'lib
shoklari ham zo'r keldi mana. Juda chiroyli bo'ldi ishimiz. Ko'ngildagidek, Xudoga shukr. Ozgina ish qoldi. Shu friyon qo'yib qo'ysak, xudo xolasa gradus tushirganlarini ham bir ko'rsatib qo'yamiz. Buni agregatni o'ziga yarasha shumkasi bo'ladi. Shunga imkon qadar mana shunday joy bo'lsa, mana umuman ovozidan hech qanday xijolatchilik yo'q. O'zlarining uylari, o'zlarining ko'chalaridan ovoz tarqab ketadi. Shuning uchun xolodilnik qilayotganda imkon qadar agregat qayerga qo'yaman, shovqini bor buni, qo'ni-qo'shnilaridan imkon qadar ochiqlik dala taraf bo'lsa, qo'yga qo'ysalaring ko'ngildagidek ish bo'ladi. Samarqand viloyati Ishtixon tumanida bu ishimiz bo'ldi. Juda chiroyli bo'lib bitdi mana. Xudo xolasa hozir friyon qo'yib yurg'izamiz, gradusini tushiramiz. O'shanda yana bir syomka qilib qo'yamiz. Xolasa mana yurg'izib ko'rdik, hammasi joyida. Endi friyonimiz kelgan mana. Yangi friyonimiz 13 kilolik. Sekin ochib buni shunday qilib. Bu yerda mana ichidagi havo bosim bo'ladi buni. Zavodskoy bosimlari mana sekin bu yoqdan nolga tushib tekshirish uchun kerak bo'lgan. Tekshirib, aptekin bo'lgan joylarni tekshirib, xudo xolasa friyonimizni qo'yamiz. Taroz olib kelganmiz. O'sha turibdi. Kilolab qo'yamiz buni. Mana chetga shitimiz chiroyli bo'lib o'rnashdi hozir. Friyonini qo'yishni boshlaymiz. Ishimiz ham yakunlanib qoldi. Gaz qo'yishni boshladik, xudo xolasa 10 kilo 500. Motorimizning ovozi juda ham tixa ekan, Xudoga shukr. Juda chiroyli chiqdi motorimiz, ovozlari ham past. Havo sovuq bosim past bo'ladi. 11 gradusdan pasayyapti, mana sekin 9 ga tushdi. Mana ikkala agregatimiz ham cho'tka holatda yurdi. Bittasi 0 gradus bo'lib o'chib, yana 2 ga chiqdi mana. 2 ga chiqqanda mana buyruq berilgan yurdi. Ikkinchisi +11 da mana 0 ga tushyapti, xudo xolasa. Ikkala agregatimiz ham chiroyli bo'lib ishladi. Bekitimizni mana xudo xolasa topshirdik. Alhamdulillah. Tadbirkorimiz mana jiyanlari. Hammaga assalomu alaykum. Qalay bo'ldi? Taassurotlar bilan bir o'rtoqlashing. Tadbirkorimiz jiyanlari o'zlari Amerikada ekanlar. Mana shu brat o'zi xuddi o'zinikini qilgizgandek tepamizda turib, aka mana shu joyga penasipeylik, mana shu joyga qilaylik, bunday ixlos bilan qildi. Akani dush ukasi ekan, lekin oqibat zo'r ekan lekin, ha. Qo'ylarni so'yishdi. Shunaqa. Shu 2025 dagi eng zo'r nima deydi, mehmondo'st klient bo'lishdi lekin. Hammasi zo'r bo'ldi. Akamlarga katta rahmat. Kutganimizdan-da a'lo darajada hammasini qo'ldan kelgan darajada yasab berdilar. Agregatlar ham, sendich panellar ham hammasi aytgan joyda, aytgan holatda, aytgan darajangizda ish faoliyatini qilib beryapti. Hammasiga gap yo'q. Bu brigadaga katta rahmat deyman. Hammasi biz kutgandan-da a'lo. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Nasib qilsa, yana bitta rejalarimiz bor. Keyingi ishlarga mana shu gruppa, mana shu gruppa, mana shu akalarimiz bilan birgalikda ish boshlaymiz yana. Bundan katta rejalar bor hali oldinda. Bo'lishib. Buni umumiy ekan mana shuni aytib ketding. Biz qiladigan sendich panel eshigi agregatlari bilan zdaniyadan tashqari qancha pul ketdi jami? Общий holatda mana shu sendich panel eshiklari bilan agregatlari bilan birgalikda mana shunday tayyor qilib ishga tushirib berish holatigacha aka 13300 so'm ketdi. 13300 dollarga 13300 dollarda ketdi. Mayda chudasi bilan, kabel, mabel hamma yo'q bilan, kabel, mabel, samarezu, penasiyu boshqa hamma narsasi bilan birgalikda. Ikkita xona bo'lib, 6 ga 8 uzunligi 4 metr, ikkita nimamizga shu narx ketdi mana tadbirkorimiz o'zi. Juda ham chiroyli chiqdi. 3 fazamiz mana bu yerga bo'ldi. O'zlari tadbirkor ekanlar. O'sha yerdan, o'na yerdan akalari elektrik ekan, 3 fazamiz olib kelib berishgan mana shu yerga. Vaqtinchalik kabel ulab turibmiz, keyin chiroyli qilib mo'shna qilib tushadi. Akkuratni qilishibdi mana. Ishimiz yakunlandi. Hurmatli tadbirkorlar, Samarqand viloyati Ishtixon tumanida qildik. O'zi Samarqandni boshqacha yaxshi ko'raman. Xudo xolasa 100 ko'rishim siz bilan ham
nasib qilsin ilohim. Ko'rishguncha salomat bo'ling.